Bolalarga nisbatan qo'llaniladigan eng noma'qul tarbiya usuli qaysi? Qizimizga aytdik, bolalar yolg'on gapirganda quloqlari qizarib ketadi. Lekin buni faqat ota-onalar ko'ra oladi. U xonaga qo'llari bilan quloqlarini bekitib kirardi va biz yolg'on aytishiga tayyor bo'lib turardik. Bolalaringiz sizni bezovta qilmasligi uchun ularga 1 soatdan keyin uyg'otishlarini ayting. Shunda biz uyni tozalashni boshlaymiz deng. Ular sizni uyg'otmaslik uchun hamma narsani qiladilar. Ha, nihoyat uyg'onganingizda ular sizni uyg'otmaslik uchun jimgina o'ynashganidan keyin siz sahna ijroni davom ettirishingiz kerak va ulardan nega sizni uyg'otmaganliklarini so'rang. Endi hammangiz boshqa safar tozalashingiz kerak bo'ladi desangiz, bu ularga yaxshi saboq bo'ladi va har safar sizga uxlashga imkon berishadi. Instagramda bir video ko'rdim. Uxlash vaqti o'tib ketganda dadasi televizordagi tilni ispan tiliga o'zgartirardi. Bolalar hayron bo'lib qolar edi. U charchaganlaring uchun bo'lsa kerak deydi. Agar kichkintoyingiz tasodifan issiq narsaga tegsa, siz unga uyda ko'p narsalar issiq ekanligini va undan qochish kerakligini aytishingiz mumkin. Mening o'g'lim go'dak bo'lganida u juda ko'p chinqirib yig'lardi. Shunday qilib Amazonga kirib o'zimga shovqinni pasaytiradigan quloqchinlar oldim. Masalan, qurol poligonida ishlatiladiganlar kabi. Bu yig'lashni ancha oson qildi. Shunda men shovqindan charchamasdan faqat uni sevishga e'tibor qaratdim. Ehtimol bu axloqsiz emas, lekin men bu haqda aytganimda ba'zi odamlardan salbiy reaksiyalarni oldim. Maktabdagi do'stimning ota-onasi unga spirtli ichimliklarga allergiyasi borligini va ular buni bolaligida tasodifan ichganida bilib qolganligini aytib berishgan edi. Ular unga reanimatsiyada yotganini va deyarli vafot etishga sal qolganini aytishgan edi. 18 yoshga to'lganida ular unga voyaga yetmaganida ichmasligi uchun buni o'ylab topishganini aytib berishdi. Bu haqiqatdan ham axloqiy emasmi bilmayman, lekin bolangiz yiqilib tushganda hech qanday reaksiya qilmang. Farzandingiz yiqilgandan keyin qiladigan birinchi narsa bu sizga qarashdir va agar siz vohma qilsangiz, u ham vohmaga tushib yig'lashni boshlaydi. O'yin maydonchasida bolalar yiqilib tushsa atrofga qarashadi. Hech kim ko'rmayotgan bo'lsa yig'lamasdan o'yinga qaytishadi. Buni guvohi bo'lganman. Ota-onam mening qisqa muddatli xotiramdan foydalanishar edi. Ular menga o'yinchoq berishardi, men boshqa narsalarga qiziqib qolgunimcha kutishardi. Ular bergan o'yinchoqlarini yashirardilar va ozgina vaqtdan keyin yana berishardi. Men esa yana bu o'yinchoqdan xursand bo'lardim. Men ba'zi ovqatlar, masalan, bug'langan lososning terisi va brokoli juda mazali ekanligini aytar edim va bolalarimdan ularnikini yeyishim mumkinmi deb so'rar edim. Boshqa ota-onalar bolalarimning silliq losos terisi uchun yalinishini va bodring berganimda xursand bo'lishlarini juda kulgili deb o'ylashar edi. Bu axloqsiz deb hisoblanadimi bilmayman, lekin bolalarim shunday deb o'ylashdi. Ular yosh bo'lganida vazn olishga qiynalishardi. Bu ular ovqat yemaganliklari uchun emas, balki ularning metabolizmi juda tez bo'lgani uchun edi. Shifokorlar tavsiya qilgan narsalardan biri har kuni ertalab ularga sutli kokteyl berish edi. Bu kaloriyalarni oshirardi, lekin biz shuni angladikki, bu ularni to'ydirib, boshqa ozuqa moddalariga olmay qolishlariga olib kelardi. Men shokolad ta'mli protein kukunlari va muzlatilgan ismaloq qo'shishni boshladim. Ma'lum bo'lishicha, muzlatilgan ismaloq deyarli ta'msiz ekan. Bir kuni ertalab ular meni blenderga ismaloq solayotganimni ushlab qolishdi va qattiq norozi bo'lishdi. Men ularga bu birinchi marta sinab ko'rganim va boshqa qilmasligimga va'da berdim. Ertasi kuni baribir ismaloq qo'shdim, lekin kechirim sifatida shokolad chipslarni ham qo'shdim. Bu ularga alohida shirinlik bo'lardi. Ularning yonimga kelib, tishlarida mayda yashil ismaloq parchalari bilan bu men tayyorlangan eng yaxshi sutli kokteyl ekanligini aytishlari juda yoqimli edi. Aytgancha, ular hozir 20 yoshlarda va men va xotinimdan deyarli bir bosh balandroq. Agar kichkintoyingiz xohlamagan narsani qilishni istasangiz, unga shunday savol beringki, har qanday javob u ishni qilishga olib kelsin. Masalan, bolam hammomda bo'lganda cho'milish vaqti tugasa, hech qachon chiqishni xohlamasdi. Shu bois men undan o'zing chiqmoqchimisan yoki seni ko'tarib chiqaraymi deb so'rardim. Har safar ishlagan. Bu axloqsiz emas, bu juda yaxshi tarbiya. Kichkintoylar hayotlarini deyarli boshqara olmaydilar. Shuning uchun ularga tanlov berish o'zlarini erkin his qilishlariga yordam beradi.
Ikkita narsa orasidan tanlash ularga oson keladi, chunki ochiq savollar odatda juda qiyin. Bu shuningdek hamma uchun osonroq bo'lgan kuch sinashdan qochadi. Farzandlaringizga xavfsizlik kamarini bog'lamaguncha mashina ishga tushmasligini ayting. Bu hiyla-nayrang, lekin hech bo'lmaganda ularning xavfsizligi uchun. Mening onam soatni bizning uxlaydigan vaqtimizni ko'rsatishi uchun o'zgartirardi. So'ngra u "Voy, 8:30 bo'lib qoldi, ko'rdingmi?" deb aytardi. Agar video yoqqan bo'lsa, layk va podpiska bosishni esdan chiqazmang.